Sohani Brat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti, registrator ofisi, ma'lumotlar bazasi bo'limi, statistik ma'lumotlarni yuritish sektori menejeri Jabborov Elmurod Qambaraliyevich. Lavozim vazifam quyidagilardan iborat: talabalar resurslari, shartnomalari va talabalarning o'zlashtirish haqidagi turli xil statistik ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish. Talabalarning kursdan kursga qolishi, talabalar safidan chetlashtirish va akademik ta'tilga chiqarish to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish. O'qishni ko'chirish va tiklashga tavsiya etilgan talabalarga oid ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish. Topshiriq va murojaatlar asosida institut faoliyatiga doir statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va taqdim etish. Institut tomonidan statistika agentligiga taqdim etiladigan hisobot shakllarini yuritish. Bitiruvchilar to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar bankini shakllantirish. Bitiruvchilar bandligini ta'minlash hamda ishga joylashtirish bo'yicha olib borilayotgan monitoring yuzasidan ma'lumotlarni olish va umumlashtirish va tahlil qilish. Statistik ma'lumotlarni yuritish sektori menejeriga kerakli ma'lumotlarni umumlashtirish, tahlil qilish va taqdim etish. Shuningdek, institut tuzilmasidagi boshqa bo'limlar xodimlari bilan hamkorlikda ishlash va yordam berish. Talabalar to'g'risidagi statistik ma'lumotlar bo'yicha statistik ma'lumotlar sektori menejeriga murojaat etishlaring mumkin.